Assalomu alaykum, yaxshimisiz opajon? Baxtlimisiz? Ikkita farzandim bor. Bu hayotga kelib shu yoshinggacha nimaga erishding desa, ikkita farzandim peshonasiga tikka qilib qo'ysam og'zi yopiladigan darajadaman. Baxtlimanmi, yo'qmanmi? Shkopimni ochsam to'la kiyimlarim, pinvorlarim, hamma narsam yetarli. Baxtlimanmi, yo'qmanmi? Spalnimda oynamni oldida intim kosmetikadan tortib eng qimmati ham, eng arzoni ham atirlarim bor. Baxtlimanmi, yo'qmanmi? Bir oyda bir marta bo'lsa ham kosmetologga bora olaman. O'zimni seva olaman, o'zimni qadrlayman. Birov bilan qo'shilib birov orqasidan chaynashga, g'iybat qilishga vaqtim ham yo'q, chunki ishlayman. Baxtlimanmi, yo'qmanmi? Erim biron joyga ketadigan bo'lsa 5-6 marta kuniga telefon qiladi. Uyga shoshib keladi. Ishga ketsa uydan chiqisi kelmaydi. Baxtlimanmi, yo'qmanmi? Erimni telefonni titkilab, mazgisini tirnab o'tiradigan yoshdan o'tganman. Bironta qizlar erim bilan gaplashsa, shuni xotini meni yetib tashlaydi deb qo'rqadi. Baxtlimanmi, yo'qmanmi?